Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri. Ikkinchi kitob 21-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh ibn Amr ibn Harom qabilasi orasida hurmati baland, so'zi o'tadigan bir kishi edi. U ham haj niyatida safarga chiqqan edi. Karvonda ba'zan bironta do'sti bilan suhbatlashib, ba'zan yakka o'zi to'xtab xayolga tolib borardi. Ka'b ibn Molik uning yoniga keldi. "Qalaysan, ey Abu Jobir?" "Yaxshi, rahmat. Yaxshi ekaniga ko'zim yetmayapti-da." "Xo'sh, unda qanaqa ekanman?" "Bu ketishda jahannamga o'tin bo'ladigandek ko'rinyapsan ko'zimga." Bu gap istiho emasdi. Bu ovozda haqorat ifodasi ham yo'q edi. Yarim hazil, yarim chin ohangida aytilgan bir so'z edi. Abdulloh kulimsiradi. "Nega ekan endi?" Ka'b Abdullohning tuyasiga yopilgan xurjunga qo'lini tiqdi. U yerdan bir tosh chiqardi. "Bu nima?" deb so'radi. "Hammaga ma'lum narsa-ku. Ya'ni bir iloh, shundaymi? Shubhang bormi?" Ka'b kuldi. "Alloh iloh, ammo gung va soqov, kuchsiz va nochor bir iloh. Qisqasi, bir toshdan o'zga narsa emas", deya qo'lidagi toshga yengil urib qo'ydi. "Qara, kaltak yotganini ham bilmaydi." Do'stiga 1-2 soniya o'ylab olishga fursat berdi. So'ngra, "Qani endi aytchi, bu ilohni xurjunda nima bilan mashg'ul edi? Sen uni olmaguningcha bor yo'qligi ham noma'lum edi, to'g'rimi?" Keyin qo'lidagi toshni uloqtirib yubordi. "Qara", dedi. Abdullohning ongi ostin-ustun bo'lib ketdi. Bu qanday ilohki, Ka'bning qo'lida o'yinchoq qilib o'ynatilsa ham lom-mim demasa degan o'y o'tdi. Ka'b: "Endi gaplarimga quloq sol, ey Abu Jobir. Biz seni jahannamga o'tin bo'lishingni aslo istamaymiz. Chunki sen aqli raso, hurmati baland, obro'li bir odamsan." "Gaplaring to'g'ri, Ka'b. Asl muddaoing nima o'zi?" "Biz yap-yangi bir to'ppa-to'g'ri haq va hidoyat diniga kirdik", dedi Ka'b. "Bu din insonga inson ekanini uqtiradigan, toshlarga asir bo'lishdan xalos etib hamma narsani yaratgan Allohga yo'naltiradigan, insonni axloqiy fazilatlar bilan yanada bezaydigan bir dindir." Ka'b taniqli shoir emasmi? Nutqi ravon va go'zal edi. Islom dinini bor iste'dodini ishga solib ta'rifladi. Abdulloh uni gaplarini boshi egik holda diqqat bilan tingladi. Bir ozdan so'ng yo'lda davom etish uchun o'rnlaridan turdilar. Tosh but yotgan joyda qolaverdi. Baro ibn Ma'rur ham qavmi orasida so'zi o'tadigan bir kishi edi. Hajga bu gal musulmon sifatida borardi. Yo'lda birodarlarga xitob qildi. Namoz payti. Bu muborak baytga orqamizni o'girib o'qishimiz yuragimizni g'ash qilmoqda. Bundan buyon namozni Damashq tomonga qarab emas, Ka'baga qarab o'qiymiz. Xudo haqqi, eshitganimizcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda Damashq tomonga qarab o'qir ekanlar. U kishidan boshqacha ish tuta olmaymiz. Sizlarni bilmayman-u, lekin men bundan buyon shunday qilaman. "Ey Baro, podadan ayrilganni bo'ri yer", dedilar. "Meni o'z holimga qo'yinglar." Safar shu tarzda davom etdi. Makkaga keldilar. Baro ibn Ma'rur Ka'b ibn Molikka murojaat qildi. "Yur, birodar, tezroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga boraylik. Yo'lda qilgan ishim yuragimga g'ulg'ula solib tinchlik bermayapti." Birgalikda ketishdi. Ular hali Rasulullohni ko'rishmagan, ammo so'rab surishtirib tezroq topishdan umidvor edilar. Muhammad ibn Abdullohni qayerdan topsak bo'ladi, ya'ni Abdumuttalibning nevarasini. Bir makkalik odam sal oldinroq u kishini ko'rgan edi. "Abdumuttalibning o'g'li Abbosni taniysizlarmi?" deya so'radi. "Ha", javobini olgach, yo'l ko'rsatdi.
U holda masjidi haramga boring. O'sha yerda Abbosni yoniga o'tirgan kishi siz qidirayotgan odam bo'ladi. Abbosni savdogar bo'lgani uchun tanishardi. Masjidi haramga borishdi. Yon atrofga razm solishdi va Abbosni ko'rib qolishdi. Yonida o'tirgan odam butun vujudi ila Muhammad ibn Abdulloh men bo'laman deyotgandek edi. Kelgan kishilar shu yerga o'tirishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilariga o'girildilar. Bu kishilarni taniysizmi, ey Abul Fazl? Ha, bular qavmlarning yo'lboshchilari bo'lmish Baro ibn Ma'rur va Kab ibn Molikdir, dedi Abbos. Ya'ni mashhur shoir Kabmi? Xuddi shunday. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men haqimda eshitgan ekanlarda degan o'yda Kab juda ham quvonib ketdi. Kab va Baro Allohga va rasuliga iymon keltirganlarni aytishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam g'oyibona islomga kirganlarini eshitib, bu odamlardan g'oyat mamnun bo'ldilar. Ular bilan bir muncha vaqt suhbatlashib o'tirdilar. Suhbat orasida Baro ibn Ma'rur: "Yo Rasululloh, bu qayoqqa kelayotganimizda mana bu muqaddas dargohga orqamni o'girib namoz o'qishga hech ko'nglim bo'lmadi. Shuning uchun boshimni Ka'ba tomonga qilib sajdaga turdim. Ammo hamrohlarimning ishlariga xilof ravishda yo'l tutganim uchun yuragim g'ashlandi. Siz nima deysiz?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Qiblani o'zgartirmaslik kerak edi", dedilar. Lekin yana eski holingga qayt deb talab ham qilmadilar. Xayrlashar ekanlar. Tashrif kunlarida avvalgi safardagi kabi Aqobda uchrashishga kelishib oldilar. Kunduz kuni qabiladoshlari bilan birga bo'lib, kechqurun odam oyog'i tingandan keyin sekin-sekin bitta ikkitalab Aqobatga to'plamoqchi bo'lishdi. Hech kim uzoq kutilmasin, uxlab qolgan kishi uyg'otilmasin deyildi. Ketardi. Mehmonlar ko'ngillaridagi gapni ochishdi. Ey Allohning rasuli, sizga bu yerda ziyon zahmat yetkazilayotgani va dilingizga ozor berayotganidan aslo rozi emasmiz. Bizning yurtimizga ko'chib o'ting. Huzur halovatda sizga ishonadigan, itoat qiladiganlar kishilar orasida yashang. Ushbu takliflarimizga kechqurun uchrashganimizda uzil-kesil javob bering deyishdi. Kelishilgan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari Abbos bilan birgalikda Aqoba tomonga yo'l oldilar. Yasribdan kelgan musofirlar har doimgiday kechqurun allamahalgacha suhbatlashib o'tirishdi. So'ngra ko'zlari yumila boshladi. Ko'p o'tmay uyquga ketishdi. Ular orasida uxlab qolmaslikka tirishib o'zgacha hayajon ichida o'tirganlar ham bor edi. Ular sheriklarini hammasini to'la uxlab bo'lgunicha bir muddat kutishdi. Keyin bitta-bitta bo'lib o'ta ehtiyotkorlik bilan, hatto bir-birlariga bildirmay ajralib chiqa boshladi. Chunki biron tasodif ila musulmon bo'lmagan sheriklarini uyg'onib ketish ehtimoli ham yo'q emas edi. Zulhijja oyining 11-12 kuniga o'tar kechasi edi. Osmonda oy va yulduzlar charaqlab turardi. Atrof jimjit, teran, sukunat cho'kkan. Aqobaga kelganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari ikkalalari ularni kutib turgan edilar. Avval Abbos so'z boshladi. Ey hazratliklar, Muhammad bizning oramizda baland bir mavqega ega ekani sizlarga ham ma'lum. Biz uni qabiladoshlarimizdan muhofaza etish uchun himoyamizga olganmiz. Qavmi orasida qanchalik sharafli inson bo'lmasin, o'z shahrida himoya ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Shu bois u bizni tashlab sizlarning yurtingizga ketishga qaror berdi. Agar sizlar qilgan taklifingizga vafo ko'rsatsalaringiz, uni himoya qila olsalaringiz nur ustiga nur. Biroq agar uni yolg'iz qoldirsalaringiz va og'ir ahvolga solib qo'yadigan bo'lsalaringiz, hoziroq ochig'ini aytib uni o'z holiga qo'yinglar. Chunki uni qavmi bundan keyin ham himoya eta oladi. Abbosning so'zlari to'g'ri edi. Payg'ambarliklarini e'lon etganlaridan beri o'tgan 10 yildan ortiqroq vaqt ichida Abbos jiyani uchun hech nima qilmagan edi. Iymon keltirmagan, lekin uni madadkor ham bo'lmagan edi. Hech bo'lmasa akasi Abu Tolibning vafotidan so'ng uni himoyasiga olishi mumkin edi.
yoki Toifdan qaytgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni panohiga olganida u begona kishilardan himoya so'rashga majbur bo'lmasdi. Abu Tolibning, Abu Lahabning himoyasini tan olgan Qurayshlar uni himoyasini rad etmasdilar. Ustiga ustak Abu Tolib singari kambag'al emasdi. Qurayshlar orasida obro'-e'tiborga sazovor, badavlat bir kishi edi. Ka'ba xizmatchilaridan sikoya, ya'ni hojilarga suv tarqatuvchilik lavozimini egallagan edi. Abbos amakisi Abu Tolibga bergan qarzi evaziga to uni qaytib olguncha sikoya vazifasini akasidan so'ragan Abu Tolib bunga majburan rozi bo'lgan edi. Yasrib xalqi nomidan Asad ibn Zurora so'zladi. U ey Abbosga xitoban bunday dedi: Ey bizga ishonmasligingizni bildirgan odam, payg'ambarimizning insonning eng suyukli kishisi deyish bilan nimani nazarda tutganingni yolg'iz Alloh biladi. Biz butun qarindosh urug'imizdan axloqlarimizni uzib guvohlik beramizki, u zot Allohning rasulidir. Uni Alloh jo'natgandir. Keltirgan dini ham haq dindir. Payg'ambarimiz haqida orzu qilgan tinchlik, xotirjamlikni ta'minlashga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Buni biz rad etmaymiz. So'ngra Asad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'girildi. Siz ham gapiring, yo Rasululloh, o'zingiz uchun nimalarni istaysiz? Parvardigoringiz uchun nimalarni istaysiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilar. Xursandlik kezlarida ham tashvishli kunlarida ham so'zimga kirish va itoat etish, yetishmovchilik kunlarida ham, mol-ko'lchilikda ham yordam berish, yaxshilikka buyurib yomonlikdan voz kechishga, Alloh yo'lida ish tutishga, bu yo'ldan ozdirmoqqa undiruvchilarga quloq tutmaslikka, sizlarni qoshingizga borganimda o'z shaxsingizni, oilangizni va farzandlaringizni himoya qilganingiz kabi meni ham muhofaza etishga va'da beringlar. Juda soz. Ushbu istaklaringizni bajarsak, bularning evaziga beriladigan mukofot qanday bo'ladi? Allohning roziligi va jannati bordir. Bajonidil rozimiz, lekin biz yahudiylar bilan bir shartnoma tuzgan edik. Endi ushbu shartnomani ham buzamiz. Sizning orzu-istaklaringizni bajo keltirgan taqdirimizda Alloh sizni muzaffar qilsa, bizni tashlab yana qabiladoshlaringiz orasiga qaytasizmi? Yo'q, bundan so'ng sizlarni qoningiz mening qonim, sizlarni hayotingiz mening hayotim, sizlarni o'limingiz mening ham o'limimdir. Men sizlardanman, sizlar mendandirsiz. Sizlar kim bilan jang qilsalaringiz, men ham o'sha bilan jang qilaman. Kim bilan murosa qilsalaringiz, o'sha bilan murosa qilaman. Yasribdan Salim ibn Avfning o'g'illari Abbos ibn Uboda so'z boshladi. Ey hazratliklar, siz bu odamga qanday va'da berayotganingizni bilasizlarmi? Dedi. Ha, bilamiz. Bu ahd paymoningiz bilan oq-u qora tanli barcha insonlarga qarshi urushishga so'z berdingiz. Agar siz bir kun kelib mol-mulkingiz, boyligingizga ziyon zahmat yetishidan, yaqinlaringizni boshiga kulfat tushishidan qo'rqib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, hoziroq bu zotni o'z holiga qo'ying. Agar o'sha paytda uni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, u holda dunyo va oxiratda misli ko'rilmagan razillik va rasvolikni qilgan bo'lasiz. Agar ushbu taklifingizni mol-mulkingizga zarar yetishi va yaqinlaringizni o'ldirish evaziga bo'lsa ham vafo qila olsangiz, uni yurtingizga boshlab boring. Qasam ustiga qasamlar bo'lsinki, dunyo va oxiratda qilinishi mumkin bo'lgan eng xayrli ish shudir, dedi. Abu Qaysam Molik ibn Tayyihan hayqirdi. Biz bu bitimga mollarimizga ziyon yetishi, yaqinlarimizni qilishdan o'tkazilishi evaziga bo'lsa ham amal qilamiz. Yo Rasululloh, va'damizga vafo qilsak buning mukofoti nima bo'ladi? Jannat bo'ladi. Navbat Baro ibn Ma'rurga keldi. Qo'lingizni tashlang. Yo Rasululloh, men qasamyod qilamanki, siz sanab o'tgan shartlarni albatta bekam-ko'st bajaramiz. Sizni haq payg'ambar bilan qilib jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, shaxsimiz va oilamizni qanday qo'riqlasak, sizni ham shunday qo'riqlaymiz. Ishoning bizga, yo Rasululloh. Alloh haqqi, biz jangari xalq bo'lib urushlarda tajriba orttirganmiz. Shuning uchun sizlarni har qanday dushmandan muhofaza etishga tayyormiz.